Boyazid Yildirim Istanbulni fath qilishiga bir baqiya qolgandi. Ortidan Amir Temur kelib qolganligi uchun Istanbul qamalini to'xtatib, Amir Temur tomonga qarab yurishga majbur bo'ladi. Va lekin undan keyin 1453-yilda Mehmet Fotih keladi va Istanbulni fath qiladi. Bu bola 21 yoshida Istanbulni fath qilgandan keyin bu xabar butun Yevropaga tarqaladi. To Italiyadan to Serbiyaga bo'lgan butun yevropalik aholi qo'rquvga tushib qoladi. Keyingi yil turklar bizga kirib keladi deya yevropalik aholi stressda, depressiyada mana shunday qo'rquvda yashashni boshlashadi. Va shu sababli ham yevropaliklar Mehmet Fotihga yengilmas turk nomini bergan edilar. Yevropaliklar uni tanish maqsadida bir yil ichida 80 ta kitob chop qildiradilar. Yevropaliklar turklar haqida 259 ta kitob chop qiladilar 2 yil ichida. 16-asrga kelib esa 2463 ta kitob chop qilindi Yevropada turklar to'g'risida. Yevropani istalgan nuqtasida turklar haqida kitob topishingiz mumkin edi u davrga kelib. Mehmet Fotih esa umri davomida eng katta qo'shinni to'playdi va bu qo'shin bilan Italiyaga yurish qilmoqchi bo'ladi. Italiyani zabt etmoqchi bo'ladi. Lekin kutilmagan holatda esa Mehmet Fotihning ahvoli og'irlashadi. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra, papa Mehmet Fotihning yahudiy tabibini ishga solgan holatda unga zahar ichirganligi to'g'risida rivoyatlar keladi. Shu sababli ham Mehmet Fotih o'limiga yaqin shularni aytadi. Ey tabiblar, nima uchun meni halok qildingiz degan so'zni ishlatadi Mehmet Fotih. Va Mehmet Fotih vafot topgach butun Yevropaga bu xabar juda ham tezlik bilan tarqaladi. Unga ko'ra katta burgut vafot topdi degan xabar butun Yevropaga katta xushxabar kabi tarqaladi. Va yevropaliklar Mehmet Fotihning o'limini katta bayram qilib nishonlashadi.